Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yana kir mashin kelibdi buni. Ishonchga keldim. Sirius XPB 173 degan kelibdi. Tuni kun qizilini ko'rsatdim, yashilini ko'rsatdim, ko'pi kelibdi. Budan malyutka deb aytiladi ekan. Mahsulot narxi 885 ming so'm ekan. Oldindan to'lov 88500 so'm. 9 oy, 6 oy, 3 oyga beriladi ekan. Kiyimni maksimal yuki 3 kilogramm. Quritish yo'q ekan bunda. Yuvish oralig'ida shovqin daraja. Kir yuvish dasturlarining soni 1 sikl uchun suv iste'moli yozilmoqda. Energiya 90 watt. Harorati 50 gradus. Vertikal. Maksimal tezligi yozilmoqda. Shu mana instruksiyalari bor. 3 kilogrammlik ekan. Bir bakli kir yuvish mashinasi. Kimga qiziq bo'lsa ko'rasizlar. Bitta kiyimni ham aylantira olmadi deb kommentariya yozibdi birovlar. Kiyimni kamroq solasizda. 3 kilogramm bo'lgan. Mana filtri. O'tiramiz. Mana filtri. Ana shunday bo'ladi filtri. Setkasi bor. Yana mana bu joyga qo'yamiz. Mana tushdi. Shunday qilib turadi. Mana sliv shlankasi, shnuri. Bir motorlik ham bu. Shunday. Yosh bolalarning kiyimlarini yuvmog'i o'ng'ay ekan, nimzo'r ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.